Safi, sen kim bilan kelding? Men qo'limni ko'tarmadim. Tortdimmi? Yaqin do'stim JJ bilan keldim. Hammaga salom. Ismim JJ. Hozir ish izlash bilan bandman. Bekorchi ekan. Ha, bir vaqtlar ishlardim. Chiqindidan tozalardim. Butun dunyodagi chiqindilarni deyishim mumkin. Naqadar jirkanch. Juda g'alati qiz ekan. Kimni boshlab keldi? Chiqindi deganda jamiyatni axlatga qorishtiradigan insonlarni nazarda tutdim. Ochiqroq aytsam, sobiq harbiyman. Hozirda esa Qo'shma Shtatlar josuslik xizmatining maxfiy topshiriqlarini bajarish bilan shug'ullanaman. Bu haqida gapirish man etilgan. Agar gaplarim shu xonadan tashqariga chiqadigan bo'lsa, sizni topaman. Hazillashdim. Yo'q, ogohlantirdim.